Men sening tanangman va senga murojaat qilyapman. Men xuddi sen o'ylagandekman. Iltimos, meni chiroyli deb o'yla va albatta chiroyli bo'laman. Sen kasalliklar haqida o'ylaganingda va ularni mendan qidirganingda sening fikringga moslashishimga to'g'ri keladi va men kasal bo'lishni boshlayman. Negativ emotsiyalarni chiqaruvchi fikrlarni o'ylashga ko'p vaqt sarflaganingda ham kasal bo'lishni boshlayman. Sababi hayotiy kuching shu fikrlarga sarflanadi. Quvonch chaqiruvchi xayollarga berilganingda men ko'z o'ngingda ochilib, yosharishni boshlayman. Mening zaxira va imkoniyatlarim cheksiz. Shunchaki menga ishon. Men qayta tiklanishga qodirman. Men sarflagan a'zolarni qayta tiklashga qodirman. Men hatto shifokorlar qo'ygan tuzalmas tashxislardan ham sog'ayib keta olaman. Shunchaki menga o'z xohishing bilan yordam ber va mening imkoniyatlarimga ishongin. Men go'zallikka erishishni xohlayman. Men har qanday sun'iy yo'lsiz ham go'zal bo'la olaman. Shunchaki menga yordam ber va men sen xohlagan shaklga kiraman. Men senga shunchalar ishonamanki, bir bo'lak tort yeb endi semirib ketaman deb o'ylasang, men sening xayolingni haqiqatga aylantirib semiraman. Men seni juda yaxshi ko'raman va sendan o'zimga nisbatan minnatdorchilik va tashakkurlar eshitkim keladi. Hech bo'lmaganda ba'zan, lekin aytmasang ham seni shartsiz sevishda davom etaveraman. Iltimosim, meni ozoda saqlagin. Men seni tanangman. Sening borlig'ing, sen ham ulkan borliqning bir qismisan. Hammasi uchun rahmat. Meni tinglaganing uchun rahmat. Sen sabab mavjudligim uchun rahmat. Meni qanaqa bo'lishimni xohlasang, men o'shandayman. Kel, bir-birimizga yordam berishni boshlaymiz. Yaxshi narsalarni o'yla. Meni ozoda tut. Hurmat bilan, sening tanang.